14 yıldan buyan Şvetsiyada yaşayotgan Ayşemgül Obul, Sharq Turkistondagi tuqqanlari haqida guvohlik berib, Qashqar viloyati Yo'pirg'i noyasi 3-rayon 3-mahalda o'ltirishliq aka inilri Hasan Obul, Abdusami Obul, İmam Hasan Obul va singlisi Aypasha Obul bilan 2017-yildan buyan aloqa qilinmaganligini bildirdi. Eng oxirgi qitim o'zi bilan telefonda ko'rishgan inisi İmam Hasan Obulning buni bahona qilib nohaq turmaga qamalganligini aytgan Ayşemgül Obul, Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarga elib borgan irqiy qirg'inchiligi sababli xalqaro sudda sotlanishini talab qildi. Türkiye'de yaşayotgan Uyg'urlar Xitoyning qayta tarbiyalash yoki kasbiy tarbiyalash nomida assimilyatsiya qilish lagerlarini qurib, siyosiy besim va qiyin qistoq orqali Uyg'ur musulmonlarini xitoylashtirayotganligini aytdi. Xitoyning kasbiy tarbiyalash markazlari nomidagi yig'ilish lagerlarida 3 milliondan ortiq Uyg'ur mengi yuyish va xo'rlashga duch kelmoqda. Uyg'urlarning masalalarini ilmiy usulda tadqiq qilishni maqsad qilgan Uyg'ur tadqiqot institutining boshlig'i doktor Erkin Akram bilan Turkiyada yaşayotgan muxbir Mirkamil Qashqari va Muhammad Ali Amin Ilkiha agentligining ziyoratini qabul qilganda Xitoyning Uyg'urlarni assimilyatsiya qilib, tarix betidan o'chirishga urinayotganligini aytdi. Doktor Erkin Akram Kommunist Xitoyning yasli yeshidagi balalardan boshlab nishonga olganligini, Uyg'ur bolalarining yotoqliq yasillarga avatilishining buning bir misoli ekanligini va amaliyotda bu o'rinlarning balalar uchun qurilgan yig'ilish lageri ekanligini ta'kidladi. Xitoy Tashqi ishlar ministerligi Xitoyga irqchilik va kamsitish bilan hujum qildi degan bahona bilan Wall ko'chasi jurnalining 3 muxbirining axborot kengashkisini bekor qildi. Wall ko'chasi jurnalining muxbirlari 3 fevralda koronavirusi va Xitoyning pozitsiyasi haqida Xitoy Osiyoning haqiqiy kasal ko'pisi degan mavzuda maqola e'lon qilgan va Xitoyning virusga qarshi tadbirlarini tanqid qilgan. Yana bir tarafdan Amerika Tashqi ishlar ministerligi bo'lsa, chet el organlari qonuniga asosan Xitoyning Xinhua tori, Xalq gazeti, Xitoy xalqaro televiziya tori va Xitoy xalqaro radiosi qatorliq 5 Xitoy axborot organini chet el elchilar o'miga tizimligiga kirgizib, ularning Amerikadagi ishchi xizmatchilarining soni va mol-mulkini tizimga oldirishni talab qildi. Amerika bilan imzolangan birinchi bosqichlik savdo kelishimidagi va'dalarni ishga oshirish uchun Xitoy Amerikadan import qilinadigan 696 xil tovarga tambojni bejida e'tibor beradiganligini e'lon qildi. Bu Xitoyning hozirgacha e'lon qilgan eng chong e'tibor siyosati hisoblanadi. Bu bayonot Amerika va Xitoy orasidagi birinchi bosqichlik savdo kelishimining 14 fevral kuchga ega bo'lishining orqasidan e'lon qilindi. Xitoy kelishimiga asosan Amerikadan setib oladigan mahsulot va mulozimatni 2 yil ichida 200 milliard dollar oshirishga va Amerikadan import qilinadigan bir qism mahsulotlarning tambojni bejni amaldan qoldirishga va'da bergan. Bu mahsulotlar cho'chqa go'shi, kola go'shi, purchoq, gaz va xom neft mahsulotlari qatorida yezigilik va energiya mahsulotlari ekan. Eron Səhiyyə ministerligi 2 kishining yangi tipli koronavirusi bilan yuqumlanib o'lganligini e'lon qildi. Har 2 kishi Wuhan virusi bilan yuqumlanganligi aniqlangandan keyin o'lib ketgan. Arab Birlashma Xalifaligidimi 9 Xitoy fuqarosida koronavirusi bayqalganligi bildirildi. Dunyo Səhiyyə tashkiloti e'lon qilgan bayonotda seshanba kunigacha koronavirusi bilan yuqumlanuvchilarning sonining 75197 ga, o'lganlar sonining 2009 ga yetganligi bildirildi. Turkiya davlat raisi Erdo'g'an bilan O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev Turkiya Cumhur raislik sarayida o'tkazgan uchrashuvdan keyin axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev O'zbekiston bilan Turkiyaning yaqinqi 2 yilda elib borgan xizmatlarining keyincha tarixga yepyangi sahifa bo'lib yozildiganligi ishondiganligini bildirdi.
Mirzayev savdo, iqtisod va mablag' silish sohalaridagi hamkorlikni kuchaytirishning asosli vazifasi bo'ladiganligini aytdi.